Ayollarning ichida har 10 tasidan 6 tasi umri davomida bir marta bo'lsa ham tuxumdon kistalari bilan to'qnash kelishadi. Lekin bularning hammasi ham doimiy ravishda operatsiya degani emas. Birinchi marta aniqlangan kista degani bu murakkab narsa emas. Kistalarning ko'p holatlarda gormonlarning buzilishi natijasida hosil bo'ladi va u keyingi hayz siklida o'z-o'zidan yo'q bo'ladi. Fiziologik kista bu oddiy va xavfsiz hisoblanadi. Ko'pincha u 2-3 oy davomida o'zi so'riladi. Asosiysi to'g'ri nazorat. Kistalar konservativ davo muolajalari bilan yakunlanadi. Operatsiyani murakkab holatdagi kistalar va tez o'suvchi kistalarga buyuriladi. Kista haqida birinchi marotaba eshitdingizmi? Vahimaga tushmasdan sizni to'g'ri davolovchi shifokorga murojaat qiling. Sog'lig'ingizni e'tiborsiz qoldirmaslikka harakat qiling.